Всем привет! Сегодня я буду снимать на сервере Really World с нуля. На 7-м грифе я каждый раз играю. На 5-й гриф зайду. Надо же все сначала. Так, если кейс уже доступен, берем кейс. Единственное, что я вам скажу, это сразу идите на варп. Короче, на варп идите. В шахту. Идем в шахту. И идем добывать железо. Самое главное в этом прохождении. Самое лучшее для фарма железа и руд это варпмайн. Уголь тоже нужен. Варпмайн, потому что тут можно собрать и доллары, и все остальное, и руды. О, алмазы. Добуду, чтобы просто получить деньги. Подпишитесь, пожалуйста. Хенрих. Chyba musimy uczyć. Никто не лучше. Ты не мужчина, дурак. Кто-то что делался, если бы не женщина, тогда же не родился. Nimani topolmadim zamonliydi. Balkom doktorim yo'q, shashib
Bugün ubolka qildim, bugun to'xtaman. Nima uchun man? O деньги бесплатные. Ha, dedim opamga aytsam, opamga aytsak, opam men bilmabman ishxonada bor edi deb aytdi, men onamga ustida dedim. Ну ладно, пишем So'rab bugun paketda topdim. слэш р Bugun salbal ТП. kerak masalan tashab salbalkon to'g'riladingda. Так быстро Endi hali ishontirib qo'yibdi. Bizda qo'shnimiz ставим деньги. Ha. Bizda qo'shnimizchi nima? Unaqa. Делаем Domla bor edi-ku. сундуки. 2. Сундука 2. Теперь берем эти сундуки. И опять не сделали сундуки. Domla bor edi-ku, boshqa domla. O'sha domla nevarasi. Bizning nikohimizda o'qigan. Да блин, да что ничего. Ha, ikkinchisida. Не крафтятся сундуки. O'shanga domla. Hop. Да вы видели? Kimda? Tushunmadim bu. Tushunmadim. Ha, tep nima, pravdaga deyishibdi, ha. Deyishdi-yu, kimligini bilmayman. Bilmayman. Menga ham azizjonim jo'natdi. Sizga ham jo'natdim, ko'rdingizmi? Да где эти Ha, o'sha jo'natibdi. сундуки, блин? Shu pravdadan aka menga tashlashibdi, men tanimadim dedi-da. Anu. Так, сюда один. O'sha. Сюда. Va Kuyov hayf bo'libdi deb kuladi. dadam aytganlarda men avval nasiba qo'limga tushsa o'zim bilaman nima qilishni. Nima? На один. Делаем один сундук. Заходим. O'sha Mashraf aka bor-ku, domla bizni qo'shnimiz. O'shani o'g'liga berishdi. U bola yaxshi, nima. Endi bu qizni keyin aybini aytishibdi, o'sha oyog'i kuyganini aytishibdi. Biz qo'shnimiz, ham uni kelini, Mavjuda ham tog'asini qizi. Kelinimizni qanday o'sha tog'asini qizi. Keyin nima? Так, Shuni berishibdi. быстренько делаем еще один сундук. So'rab kelishibdi keyin. Ayam aytibdilar, a? Не могут. Hozirgi, o'sha maktabdan kelganman. Mavjuda ham tog'asini qizi. Быстро делаем топорик, чтобы заприватить это все. Ko'pgina qiz bitta o'g'lini topillar, tog'asini qizi deydi. Ko'pgina qo'rqadlar bor. Tопорик делаем обязательно обычный, не другой. Aytibdilar, shunaqa. Ayam aytdilar, kenamga ayting o'zingiz debdilar. O'sha nimasini. Kirib, ana ko'rsin debdilar. O'sha ayonda, endi u kichikligida kichkina bo'lganda Делаем топорик, shunaqa aytibdi, kuyovga aytishibdi. забабахаем себе небольшой дом, хоть бы мини не пришел топер и не загасил. Чтобы это не случилось, я должен максимально... Будку себе собачью сделаю. 2.
Xudo o'sha Amashir aka o'zi ikkita o'g'il, uchta qizi bor edi. Ular katta kelinligi agarga uy solib bir alohida bo'lib chiqqan ekan. O'sha biz mahallamiz qo'shniz. Rahman akam deyapman. Не стекло. Вот отлина стеклянный потолок. Kimda? O'g'limiz. Делаем небольшую собачью будку красивую. Так, делаем быстро. И не туда. Domlami? Domladan qovsin. Rahmon akamga o'xshaydi. Qo'shnisida. Qo'shnisiga. Опять? Haytda va Ну, игра просто издевается надо мной. qo'shni Rahmon akam qo'shnisi. Oldin bular uylari kelar, keyin bitta burilma, keyin Rahmon akam. Qo'shni. Yonma-yon. Qurib baramas. Haytda xolam va opamga aytasiz, opam xolam aka boraylik. 6-da. Так, теперь заприватить это все надо. Надо быстренько скрафтить топорик. Va, metro turganda elektrичка. Elektrichkada deb kelsak, taksi va opam aytadilar, birov borib kelsa ekan, yo'limiz kelmaydi. Ularga o'xshab bular yoshligida paxtachi o'qdimi? Вот отсюда Kecha mana до сюда приват. Все, заприватили домик. Aeroportga bordilar metroda. Kimda? Qobiljonlar. Metroda Ну, надеюсь, это хоть топорик привата. Либо я... Хоть бы я не ошибся. Я просто сам себя заскамил. Ага, ukasi nima? Опять. Опять проблемы. Mamate. Qancha yeshdimi bolalar? Bilmayman, ichpa olishibdimi? Olganimiz yo'q. Qobiljonga aytdim, o'zimizda o'sha pulga ko'proq ham beradi. Та-та-та-та-та. Фу, наконец. Giprazmga bozorga kirsa dunyoning narsasini oladi. O'sha yerdan 2000 ga qandolar bo'lsa o'zimizda ancha narsa beradi-da. Bitta boshqa narsada. Bitta. O'sha o'zimizda ham o'sha ha? Bizdami? Bitta. Dushanbada. Va bitta sneakers kilosi 750 bo'ldi. Endi 75 deydik ana. Keyin hamma joyda farqi 75 rubl. Hammasi sneakers. Steplar arzon bo'lsa kerak o'zimizda. 500 rubl debdi. Ha? Bitta 49 so'mda bir nima 49 so'm 100 gramm 490 so'm. Bu zarur. Спасибо. Ha, endi go'yoki 50 so'mdan ortiq olgan. Так. Блин. Быстрый кирка. Qobiljon nima? Urslarga kechim уже. Bize endi shom bo'lyapti bu.
Qobiljonlar uylarida yotishib o'tirmanda. Pipi pipi. Ular ketishmadimi?